Assalomu alaykum, kanalımıza obuna olasizlar. Sizlar bilan men Arka va Yusuf. Hurmatli obunachilarimiz, bugungi video rolikimizda Inishi Gentra avtomobilini sizlarga xudo xolasa egalaridan sotib olib qo'yib berish uchun hazarasib atalga keldik. Hurmatli obunachilarimiz, like'larni bosib, aktiv bo'lib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Agarda bu mashinani sotib olaman deydigan bo'lsangizlar, ekranda egalarning telefon raqamlarini qo'yib o'tganman. Bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Hozir samon xudo xolasa qo'ldan kelganchalik navro'zalik kungan shu vaqtda ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilaman. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rganlaringizdek Dakman Brusevit yanib turibdi. Ilon baliqning janovar. 4 dona yumshoq balon ustanobga bo'lgan. Aslida metallar ustanobga bo'lgan ekan. Yon aynalar, ya'ni arka 2 yon ayna, arka laboy tayyorga qilingan. Salon qismına keladigan bo'lsak, 7'de bo'lik tasanlangan, chexollar gizillangan. Ya bismillah. Darji mashinadan salon isi keltiribdi. Yurgan kilometridan shu botda ko'rsatib o'tinsizlar, 13399 kilometr yurgan, 14000 kilometr yurgan. Maytaponlari va izlari hamma narsada ishlatib o'tgan qo'ydilar. Video registratorlar ham qo'yilgan ekan, videosini ko'rishingiz mumkin. Salon ichini amaladi. Mashina o'ng tarafini, arka tarafini ham syomka qiladi. Xo'p, motor qismini ko'rsatamiz. Aslında bagajını gösteririz, yani metanını. Like'larını bastırırsınız ağalar. Yine bu motor kısmı boladı. Yepyeni makina. Görüşseniz mümkün. Kısırgan pısırgan joyi yok erkek vaydadılar. Şundan ustalarınıza gel bir mal olacağını teşhis ettirip alışanızı tavsiye kılam ağalar. Hop. Bagajlarına bir gösterimiz. 90'lık metan. Kürüşler bir doşuydu. Tankarati bir de zapaskesi joyunda duruptu. Maşinimiz dönüp duruşuna karanlığı. Aytılış boğazı hürmetli obunachilarimiz 140 milyon so'm aytib turibdilar. Üstünde yarışadigan joyi bor. Bemalol ustalarınız bo'ladigan bo'lsa, kelib tekshirtirib olishingiz mumkin. Erkavoy kilometrini Krasyasına hem cevap dediler. Darjı kışırgan joylar ham yo'q buni aytganlar. Haydama Allah'dan, o'zlari ağalardan shuni navorsat qo'yganlar. Shu bilan turibdi erkavoy dedilar. Zarurchilik bo'lmadi bu mashina haydasha. Dedilar. Ekranda telefonni muloqot qilib kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Bilasizlar, Arka va Yusuf sizlarni karovajan tavsiya qilmayman. Ekranda egalarning telefon raqamini qo'yib o'tganman. Bemalol qarshi chiqaverasizlar. Bugungi video rolikimiz esa shu bilan o'z nihoyasini yetdi. Video rolikimizni shu yerdan ko'rib like baskalarınız için hemen zekatdaki rahmat. Keyinki videolarda, keyinki filmlerde görüşünce hemen işlerden muhabbet dilimiz. Seferde ülkede aileleriniz barına dolup taşıp gelip şunun maşinlarını, bundan hem yaxşı maşinlarını satıp alıp toyları haydayış hammamıza nasip rozaylasın. Salamat bolasılar.